Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa 5 dana zamonaviy oshxona mebelini videolarini bir chetdan ko'rib borasizlar. Xudo xolasa uni ko'rsatib o'tamiz. Bu kuxnyamiz Qo'shko'pir Obod degan yerdan olib keldik. 3 etajli variantda bo'ldi. Mikronovka durdan joyini ham moslab zakonlatib ishlab berdik. Ayna o'rnlarini ham ajoyib etib ishlab berdik. Kimga xudo xolasa shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, bizlarni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolarimiz ham chiqib boradi. Buni yana bir aytadigan bo'lsak, stollari rossiyskiy 4 santlik, mo'kalar ham yaxshisidan ko'p berdik. Xudo xolasa. Bundan boshqa kuxonniy mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar, hamma mebel turlaridan yasab beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxorocha zakazdan ishlab berib o'tiribmiz. Xudo xolasa ajoyib etib taxlab beramiz. Rangini xudo xolasa umuman farqi yo'q. Oq deysizmi, qora deysizmi, qizil deysizmi, har xil rangda taxlab beramiz. Arzon variantidan kerak bo'lsa, arzon variant 2 etajli desangiz, 2 etajli, 3 etajli desangiz, 3 etajli, krashni desangiz, krashni har xilsini tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunalar. Xudo xolasa navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Kelib olib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Hazoris Drujba shahridan. Mebelimizni qisqacha o'rgatib o'tadigan bo'lsak, bellarida dekorativ aynalarni qo'yib ishlab berganmiz, podsvetkalar bilan. Ishlar 100% puxa plastik. Qullablari, mexanizmlari vakuum qullab. Bellarni gazak joylatib tushuncha qoldirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mo'kalar doimdek bizlarda full mo'ka. Stollari rossiyskiy qalin stoldan. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar murojaat qilaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana xudo xolasa Karvaka keldik. 3 etajli kuxonniy zakaz berganlar, yana xudo xolasa bitirib tayyorlab olib keldik. Alyumin akrilda bo'ldi. Patologdan tizib taxlab olib keldik. Keyin stollarga keladigan bo'lsak, stollari Iran stol ajoyibidan qo'yib berdik. Mo'kalar ham yaxshisidan qo'yib berdik. Setchasi bor, shampun qo'yalani, hamma o'zi bor. Keyin qullab mexanizmlarini aytadigan bo'lsak, ajoyib o'z tortib ketadigan qullab mexanizmlar qo'yildi. Sushilkalari bor. Ya'ni hammasi zakonni tortib ketadi. Keyin tortmalarni tortganda qashq qo'ydanlari bor. Tandem mexanizm. Yana bir yerine gaz balon qo'yadigan qo'yib berdik. Xolodilnik ustuna ham ajoyib taxlab berdik. Azman zazor bo'lsin dedilar, zazorni qo'yib taxlab berdik. Gazimiz ham o'zine qo'shadigan alyumin svetda bo'ldi. Xudo xolasa shunday mebellar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Har xil rangda tayyorlab beramiz. Xolasangiz 2 etajli tayyorlab beramiz. Xolasangiz shunday dapatolog ishlab beramiz. Kuxonniy mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasini ishlab beramiz. Yaxshi like bosib, kanalga obuna bo'ling. Pulini biladigan bo'lsangizlar, kommentariya yozinglar. Xudo xolasa javobini yozamiz. Necha so'mga tushganini aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chik, kuningiz yaxshimi? Ha. Yaxshi. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar. Bag'at ogohiya kuxonniy mebellar o'rnatilgan. Kuxonniy mebelimiz mokri bilan vatan svet kombinatsiya bo'lib ishlandi. Eshiklar polniy puxa plastik oldu. Qullablar mexanizmlari vakuumdan bo'ldi. Bu yerda mo'kalar oxirgi funksiyadagi mo'kadan bo'ldi. Mo'kaning ustiga suyulkalarni qo'ydik. Stollarga kelsak, Iran stollardan qo'yib berdik. Tortmalarni, teylarni tezib etib, tandem mexanizmda ishlab berdik. Bu 3-chi etaj bo'ldi yine. Ularning polniy mexanizmlarini yaxshisidan qo'ydik.
Kimga ichki mebel kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Keyingi videolarimiz ham chiqib boradi. Kuzatib boring. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Qo'shga keldik. Xudo xolasa, Svetli kuxonniy zakaz berdilar. Bitirib tayyorlab olib keldik. Xudo xolasa, mana bir qator obzor etib ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bir tarafda gaz turadan bo'ldi. Aynalarimni cho'tkatib, ko'p perdalar qo'yib berdik. Svetli kuxonniy 3 xil bo'lib yanadi. Asan bir qator aytadigan bo'lsak, bunda kashkodanlari bor. Kullab mexanizmlar hammasi cho'tki, mo'kening ham yaxshisidan qo'yib berdik. Simistitini olib qo'yadilar, yana bir teyin to'g'risi bo'ladi. Asan mokriy akrilda bo'ldi bu. Tovoq badamlari bo'ladi ichida, qullablari o'zi tortib ketadi. Xohlasa, shunday kuxonniy mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar. Nishik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nomerlarimizni aytadigan bo'lsak, 99lik 021 38 32. Esa bizlar qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda xohlasa yetib boradi.